$1300, $1400. Kimga qaysi biri qiziq bo'lsa, arzon narxlarda qilib beramiz. Xo'p, bizda muddatli savdo, nasiya savdo, kredit, shu turdagi savdolar yo'q. Boltlari 5 talik, bu ham qo'sh resor, qo'sh amortizator 58 akkumulyator turibdi. Bu murabiyimizning narxi $1300, vodiy ichi dastavkasi bilan birga. 2 xil samasval, 2 xil firmaniki. Akkumulyatorlarimiz 65 amperli akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Albatta birini yutug'i, birini kamchiligi bor. Buni ham borini ko'rsatib o'tamiz. Bort o'lchami 1.30 ga 1.80 qilib ishlangan. Pechat bortdan ishlangan, chok yo'q. Asfalimizni motorchi quvvatiga keladigan bo'lsa 1.2 kilovatli motorchi bilan jihozlangan. Samasval bachogi shu yerda joylangan. Assalomu alaykum hurmatli Moto Savdo kanali kuzatuvchilari, hurmatli bizning qadrli obunachilarimiz. Ko'rishlar mumkin, 2 xil turdagi samasval elektromobilimizni video obzorini sizlar uchun taqdim qilyapmiz. Nima maqsadda bunaqa video obzor qilyapmiz? Oldinlari har bitta elektromobilni alohida qilib video qilardik, lekin mana bu safar har ikkalasini yonma-yon qilib, bir-birini yutug'ini va bir-biridan bo'lgan kamchilikni ko'rsatishdi. O'zimizga maqsadga muvofiq deb bildik. Videoni boshida aytib o'tay. Biz uchun sarflagan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Vaqt eng qimmatli narsa hammamiz uchun. Sarflagan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Keyin yana bir qo'shimcha, bizda muddatli savdo, nasiya savdo, kredit, shu turdagi savdolar yo'q. Faqat naqd pul yoki plastik karta orqali savdo qilamiz. Shuni ham inobatga olib qo'yinglar, hurmatli videoni ko'rib turgan insonlar. Bizdan telefon qilib, o'zlarini ham bizni ham xijolatga qilmanglar. Bizda nasiya savdo, bo'lib to'lash, kredit, bunaqa narsalar yo'q, faqat naqd savdo. Xo'p. Endi videoni boshlaymiz. 2 xil samasval, 2 xil firmaniki. Sifati bir-biridan qolishmaydi, ikkalasi ham yaxshi ishlangan, sifatlari yaxshi. Albatta birini yutug'i, birini kamchiligi bor. Buni ham borini ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh. Birinchi ko'rsatadigan modelimiz Azbo brendiga mansub 1 tonnali samasval elektromobilimiz. Ko'rishlar mumkin. Ramalari, oldi ko'rinishi juda chiroyli ishlangan. Oldida 4 ta yorituvchi fara hamda asosiy yorituvchi fara bilan jihozlangan. Oldida maxsus laboy oynalari bor va buni old torimizni jidkisli qilib ishlangan. Ko'rishlar mumkin. Juda chiroyli ishlangan. Mana shunday pultlari hamda tablolari bor. Hamma informatsiyasini ko'rsatadi. Maxsus funksiyalar uchun knopkalar, parkovka rejimlari bilan jihozlangan. Pavrotning chiroqlari, hamma joylari ishlaydi. Juda chiroyli ishlangan. Xo'p, bort o'lchami 1.30 ga 1.80 qilib ishlangan. Eng zo'r tarafi bortda yaxlit, pechat bortdan ishlangan, chok yo'q. Yuk ko'tarishda juda mustahkamligini ko'rsatadi bu bortlar. Xo'p, samasvalimizni motorchi quvvatiga keladigan bo'lsa 1.2 kilovatli motorchi bilan jihozlangan. 3 ta pog'onada chiqadi silindrimiz. Akkumulyatorlarimiz 65 amperli akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Elektromobilimizning miya motorlari 1800 talik qilib ishlangan. Ramalarni ko'rishlar mumkin. Ramalari juda mustahkam. 2 ta resor, 2 tadan prujnalar. Bir so'z bilan aytganda murabiyimiz a'lo darajada ishlaydi. Bu murabiyimizning balon botlari 4 talik, shuni ham inobatga olasizlar. Va mana bunday mana arqon baylash uchun ana shunday treshotkalari ham mavjud. Boltga qotgan, svarka bas. Uncha sinib ketmaydi. 3 tadan boltga ko'rishlar mumkin. Juda sifatli ishlangan. Xo'sh, endi bu murabiyimizni mana bitta tushirib ko'rsatamiz sizlarga. Ko'rishlar mumkin. Sekin tushyapti mana. Sifati a'lo darajada. Orqadan ko'rinishi elektromobilimizni faralari joyida. Bort ochilishlari ham juda qulay. Xolasalar ham orqaga ochiladi, xolasalar ham samasval shaklda tagidan ham ochiladi. Bortda ichini ko'rinishi. Mana endi sizlar uchun ko'tarib ko'rsatamiz. Sifatlari a'lo darajada murabiyimizni. Bemalol bitta zaryadka bilan 50-60 km masofani bemalol bosib o'tasizlar. Yuk ko'tarish quvvati samasvali 700 kg yukni ko'tara oladi. Ko'tarib ag'darib beradi. Shuni inobatga olinglar. 700 kg samasvali. Lekin murabiyda o'zini yuk ko'tarib yurish masofasi 60 km, 50 km. O'zini yuk ko'tarish quvvati 1 tonna. Bemalol 1 tonna yukni ko'tarib beradi. Samasval bachogi shu yerda joylangan. Ko'rishlar mumkin. Komplektida kaska, zaryadni hamda baka oyna polilar bilan jihozlangan. Xo'sh, endi eng qiziq joyi murabiyimizning narxi. Murabiyimizning narxi $1400, vodiy ichi dastavkasi bilan birga.
Yana bir narsani qo'shimcha qilib o'tib ketay. Har ikkala murabiyimizda nomer olishda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Har ikkala firma sotilgan xaridorlarga nomlarga оформление qilib shot spravkalarini berishadi. Bu degani GAI tomonlama hech qanaqa muammo bo'lmaydi degani. Shuni ham inobatga olib qo'yasizlar. Birinchi murabiyimizda to'liq obzorini qildik. Mana $1400. Hamma joylarni ko'rsatdik. Ramalari mustahkam, balonlari, samasvallari hamma joyini ko'rsatdi. Endigi navbat mana ikkinchi murabiyimizga. Nimaga ikki xil yonma-yon qilyapsiz? Chunki narxida tafovut bor. O'shaning uchun ko'rsatyapmiz. Oldin deyarli bir xil edi. Uncha ranjsa bermasin narx borasida, lekin mana bunda narx borasida tafovut bor. Videoni boshida narxini aytib o'tib ketaveraman. Bu murabiyimizning narxi $1300, vodiy ichi dastavkasi bilan birga. Nimada farqlari bor deb to'xtaladigan bo'lsak, qisqacha qilib ko'rsataman, chunki bu murabiy bilan bu murabiyimizning xarakteristikasi deyarli bir xil. Farq qiladigan joylarni ko'rsatib o'tib ketaman. Birinchi farq qiladigan joyi, murabiyimizda 58 li akkumulyator turibdi. Bu murabiyimizda 65 li. 58 li akkumulyatordan 5 ta, Xitoydagi har ikkala murabiyimizda Xitoy akkumulyatorlar turibdi. Balon boltlari 5 tali murabiyimizniki. Uzr 1000 bor adashib ketibman. Akkumulyatorlar 6 ta, 58 likdan 6 ta, 1000 bor uzr insonmiz, xato qiluvchimiz. Akkumulyatorlari 58 likdan 6 ta, balon boltlari 5 talik. Bu ham qo'sh resor, qo'sh amortizator ko'rishingiz mumkin. Buni ham silindri 1.2 kilovatli qilib ishlangan, juda sifatli narsa. Hop, oldi ko'rinishda farqlari bor murabiyimizda. Bu murabiyimizda 6 ta yon yorituvchi chiroqlar hamda asosiy yorituvchi chiroq bilan jihozlangan. Bu murabiyimiz tormoz sistemasi barabanli, ya'ni kalotka. Bu murabiyimizda oldi balon jitkisli bo'lsa, buni ustida baraban qilib ishlangan. Imkon qadar chiroyli ma'lumot berishga harakat qilyapman. Xato kamchilik bo'lsa, aybga buyurmaysizlar. Xo'p, murabiyimiz ramalariga keladigan bo'lsak ham, deyarli rama taraflama bir xil, lekin mustahkamlik borasida, metalni qalinligi borasida bu murabiyimiz ramasi kuchliroq. Bunda misol uchun 3 ga 5 rama ishlangan bo'lsa, bunda 4 ga 5 ishlangan. 1 sm-ga buni ramasi kattaroq. O'zi ko'rinib turibdi. Xo'p, bortdagi rama ham xuddi shunaqa. Bu murabiyimizda asosiy ramaga bir xil ishlatilgan profillar. Yoniga qo'shimcha. Bu murabiyimizda bo'lsa, yoniga qo'shimchalari ham asosiy ramada profil bilan bir xil razmerda ishlangan. Lekin bu degani bu murabiyimiz sifatsiz degani emas. Sotdik mana. Sinovdan o'tdi, olib xaridorlarimiz ishlatishyapti. Hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. O'sha Cavallo brendiniki. Bundan oldingi samasvali biraslar traktor balonli samasvali bo'lib chiqqan. U ham ancha hadovoy bo'ldi. Ko'pchilikga ma'qul keldi, yaxshi sotildi. Ana endi budjetning variantini olib kelishdi. $1300, $1400. Kimga qaysi biri qiziq bo'lsa, arzon narxlarda qilib beramiz. Xo'p, qo'shimchalarga keladigan bo'lsak, hurmatli mijozlar. Bu murabiyimiz ham deyarli Azbo brendiniki bilan bir xil, kaska, damkrat, pollik va baka oynalari bilan jihozlangan. Audio sistema bor, kaltlar bilan jihozlangan. Xo'p, yana bitta savol bo'lishi mumkin. Bunda audio sistema bor. Bu murabiyimizda audio sistema qani deganlarga, bu murabiyimizda tablo, yangi tablo qo'yilgan. Ya'ni mana yoqib ko'rsataman. Tabloni o'zida Bluetooth bilan jihozlangan. Ko'rishingiz tablo qismida kolonka bilan jihozlangan. Bluetooth orqali ular bemalol o'zlariga yoqqan taronani eshitib ketishlari mumkin. Sifatlari behijolat, har ikki murabiyimiz sifatiga javob beramiz. Akkumulyator qismiga 1 oydan garantiyalarimiz bor. 1 oy ichida aytilgan probegda yurib bermasa, akkumulyatorlarni alishtirib beramiz, hurmatli mijozlar. Shunchalik bizni qo'llab-quvvatlab, bizni kuzatib turgan mijozlarimizga alohida rahmat aytamiz. Mehnatlarimizni kimgadir foydasi tegib biz juda xursandmiz. Shu mehnatlarimizni baholab, like tugmalarini bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysalaring, bundan yaxshi sifatli murabiylarni chiqarishga harakat qilamiz. O'zi bizni kuzatib turganlar bilishadi, sifatsiz motorlar sotmaymiz. Imkon qadar sifatli firmalar bilan ishlab, xalqqa sifatli motorlar yetkazib berishga harakat qilamiz. Alloh nasib qilsa, tez kunlarda keyingi videolarimizda tank modellarimizni ham xuddi shu ko'rinishda yonma-yon qilib farqlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Manfaatli bo'ldi degan umiddaman, hurmatli mijozlar. To'liq ma'lumot yoki qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol pastda yozilgan nomerga telefon qiling, to'liq ma'lumotlarni beramiz. Sog', salomat bo'linglar, hurmatli mijozlar. Bizni kuzatishda davom etinglar.